Mana telefonlarni yoqamiz, telefonlarni. O'qigan hamma kitobing bir usul, bir qo'rg'onda mustahkam bir istihom. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun, avrinashida tadabbur. Yosh joniga shuncha taqdir xavf uchun, umringni haromning jangu jadabir. Vatan uchun Shumlarning ko'kka sen sarnashi sen, jismu joni safarbar et xalq butun. Yozliga ozinglarga qarshi sen, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Ening shonu shavkati ham siyosat, so'nmas aslo bor ekan bu uchun. Uyg'oqdi har bir ko'z qarosi, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun. Biz bir bo'lsak, yagona xalq biz, birlashsak vatanimiz. Obalarning hokimlar surishtir, tug'maning to'g'rilarni topchun. Umrlar boshqalarga kurashtir. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun, vatan uchun, xalq uchun, millat uchun. Mehnatdan mantinmay, vatan uchun, millat uchun, xalq uchun, vatan uchun, vatan uchun. Bo'lishi mumkin emas. Andijon yoshlari mana shu a'lo kayfiyat sizni yil davomida tark etmasin. Andijon! Andijon! Gullasin, yashasin Andijon! Aziz yoshlar, biz mana shu festivalning eng avvalida Xorazm viloyatida ajoyib bir challenge start berganmiz. Hozir ustoz shuni davom ettirsak, keyingi manzilimiz Aziz do'stlar, biz hozir yoshlar festivali bilan Andijon viloyatiga tashrif buyurdik. Andijon! Andijon! Keyingi manzilimiz 22-iyun 19:00 boshlanadi. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida. Hozircha biz Andijon